Oka %100 ishlayapti. Cho'tka, valik, har xil manba bir narsalar yozib beradi-da. O'sha narsani u o'zi olib kelishi kerakmi yo siz olib berishingiz kerak uy egasi bo'lib? Assalomu alaykum, bizdan kuzatib borayotganlar. Hop, shu ustalarning ichida bitta tema aylanayotgan ekan, mavzu. Uni olib chiqishyapti. Xullas, cho'tkavalik to'g'risida qarzdorligi, qarzdorlikdan ekan olib chiqdilar mana shu temani. Aytyaptilarki, cho'tkavaliklardan arzimagan narsa turadigan narsalarni klient olib berish kerakmi yoki ustalarni o'zi olish kerakmi deb mavzuni ko'targan ekanlar. O'shalarga bizning o'zimizning tushunchamizni shu paytgacha 20 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, shu paytgacha qilib kelayotgan ishimizni aytmoqchiman. Fazliddin aka, biz klientga kelganimizda cho'tkavalik masalan gidroizolyatsiyaga maklatsa oldirsa, valik oldirsa, o'ziga oldiramiz klientga. Sababi u одноразовый, biz uni ishlatganimizdan keyin u juda qotadi, undan keyin boshqa joyda ishlata olmaymiz, tashlab ketishimizga to'g'ri keladi. Mana shu musulga tashlanadi, axlat bo'ladi. Oladigan narsalarimizni nima yana bizdan? O'zimizda oladigan narsalarimizni valik deyapsiz, cho'tka deyapsiz. Maklatsiyalarimiz bormi? Maklatsa bu postoyanno o'zimizda yuradigan, buni klientga oldirmaymiz. Bu tozalash uchun ishlatiladi. Tozalash ishlariga ishlatish uchun, o'zimiz uchun ko'tarib yuradigan, buni klientga oldirmaymiz, o'zimiz olamiz. Bunaqa одноразовый bir martalik maklatsiyalar bor. Bular ishlagandan keyin o'sha qotadi. O'sha tuklari ham to'kilib, nar tursa 10-15 ming so'mlik narsa-da, klient olib berish kerak bo'lgan narsa. Keyin anaqa karonkalarimiz bor. Karonkamiz aslida одноразовый hisoblanadi. 5-6 ta teshik teshadi, undan keyin teshmaydi, musor bo'ladi, tashlab yuborishimiz kerak. Hozir sanuzellarda ko'rayotgan bo'lsangiz, 20 ta teshik chiqyapti bitta sanuzelda. Mana shu narsani ham klientga oldirmaymiz masalan, o'zimiz olamiz. Chunki bu yerda 4 ta teshik teshsa, o'sha yana 2 ta teshik teshiladigan anaqasi qoladi. Boshqa klientga olib kelsa, uni haqqini olib qo'yayotgan bo'lamiz. O'shaning uchun buni o'zimiz olamiz. Bu yerda tugasa ham, tugamasa ham o'zimiz olishga o'rganganmiz bu narsani. Zajin kilinglar bor. Zajinni klient olib beradi, одноразовый. Mana shu ham одноразовый. Mnogorazовый esa kiling bo'ladi, kiling hisoblanadi. Mana shu kilingni o'zimiz olamiz. Chunki buni boshqa joyda ishlatamizda yana. O'shaning uchun o'zimiz olamiz. Keyin ametda olmozli disklar bor. Mana efani bilasizlar, efda ishlatamiz biz postoyanno. Narxini bilsanglar kerak, qimmat turadi. Masalan 100 metr kesgandan keyin bu masalan uxlaydi-da o'zi, tamom bo'ladi. Bitta obyektda 3 ta 4 ta endi obyomiga qarab turib ketadi. Bitta sanuzelga bittasi ketadi-da, 45 ta chiqaramiz, boshqa qilamiz, mana shu ketadi. Buni ham lekin klientga oldirmaymiz, o'zimiz olamiz. O'shanga aytmoqchi bo'lganim, mana shu одноразовый bo'lgan narsalarni klient olib bergani ma'qul deb bilaman. Pulida emas bu, 5 ming 10 ming so'mdan qochyapsanmi, arzimagan narsa turadi-yu, arzimagan pul turadi-yu deyishinglar mumkin. Pul gap pulda emas. Gap birovni haqqida-da. Masalan, uni haqqi yoki meni haqqim unga, uni haqqi menga o'tib qolgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz iloji boricha mana o'sha spiska qilganimda mana shu narsalarni, одноразовый bo'lgan narsalarni klientga oldirishga harakat qilaman. U arzimagan narsaga, melish narsalarga talashib nima qiladigan bo'la emasmiz. O'zi prosta одноразовый bo'lgan narsalarni klient olib bergani ma'qul deb bilamiz. Hammalarga rahmat. To'g'ri tushunasizlar degan umidamiz.